Konstitutsiya davlatning asosiy qonuni. U davlat tuzilishini, hokimiyat va boshqaruv organlari tizimini, ularning vakolati hamda shakllantirilish tartibi, saylov tizimi, fuqarolarning huquq va erkinliklari, jamiyat va shaxsning o'zaro munosabatlari, shuningdek sud tizimini hamda davlat va jamiyatning o'zaro munosabatlarini belgilab beradi. 1992-yil 8-dekabr kuni Bosh qomusimiz qabul qilindi. Shu kundan e'tiboran 8-dekabr umumxalq bayrami deb e'lon qilindi. Shu munosabat bilan O'zbekiston ko'z ojizlari jamiyati To'rtko'l tumani bo'linmasi, To'rtko'l tuman ko'z ojizlar maxsus kutubxonasi hamda madaniyat bo'limi bilan hamkorlikda Konstitutsiya asosiy qomusimiz shiori ostida bayram tadbiri bo'lib o'tdi. Bayram tadbirida O'zbekiston ko'z ojizlar jamiyati a'zolari qatnashdilar. O'zbekiston ko'z ojizlar jamiyati To'rtko'l tumani bo'linmasi raisi Umurbek Latipov yig'ilganlarni bayram bilan muborakbod etdi. Birinchi guruh nogironi Ismoilov Ahmad bayram qatnashchilarini Konstitutsiyamiz qabul qilinganligining 31 yilligi bilan muborakbod etdi. Birinchi guruh nogiron Rahimova Nilufar Konstitutsiya to'g'risida she'r aytdi. Bayram madaniyat bo'limi xodimlari tomonidan tayyorlangan bayram tadbiriga ulanib ketdi. Bayram ko'tarinki ruhda bo'lib o'tdi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, inson qadr-qimmati va manfaatlarini ta'minlash bo'yicha boshlagan islohotlarimizni yangi konstitutsiyaviy makonda yanada qat'iy davom ettiramiz. Xalqimizning xohish-irodasiga binoan asosiy qonunimizda o'z aksini topgan tamoyillarni to'liq ro'yobga chiqarishimiz va hayotimizning ajralmas qismiga aylantirishimiz lozim. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Barchangizga O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 31 yilligi muborak bo'lsin.